Assalomu alaykum sportsmen qadrdonlarim. Xo'p, bugun 17-mart, 15-mart kuni 70 ta qilganmiz, lekin bu tizzalar yordamida bo'lgan. Xudo xolasa bugun shu 70 tani qo'l gavda yordamida tizzalarsiz qilib, keyin qo'shimchasini tizzalar yordamida qo'shamiz, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, eski obunachilarim bilishadi, challenge boshlaganmiz. 2000 taga harakat, inshaalloh orqaga qaytish yo'q. 2000 tani bajaramiz. Yangi obunachilarimiz bunga fikrimga komment yozib, fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Qo'shilib olinglar. Mana 2000 taga ancha-mana chiqarishimga fikr mulohazani bildirib, like bosib, qo'shib oling kanalingizga. Davom etamiz. Boshlaymiz. Anjumanda jiyanim sanab turadi. Bajaraman. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Qilamiz. 51, 52, 53, 54, 55, 56, Azizlarim, Ramazon oyida shart o'qilinyapti. 57, 58, 59, 60, 10 tane. Tizzalar yordamida qo'shamiz 10 tane. 1, 61. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Qo'shib qo'yamiz. 71, 72, Qadrdonlar, Ramazon oyi ro'za qo'lma tutib, ham ish, ham ro'za, ham turnoqqa sabab ancha to'liq qoldim. Xudo xolasa inshaalloh Ramazondan keyin katta zo'r yeb kuchga to'lib, xudo xolasa kuniga 20 tuzlar harakat qilamiz. Hop. 15-mart kuni 70 ta qilgan bo'lsak, bugun 17-mart. Hop, 17-mart 72 ta. Hop, 72 ta. Katta yozib qo'yamiz 72 ta. Hamda ikkita bo'lsa ham qo'shildi, inshaalloh. Qadrdonlarim, bosamiz. Olg'a. Stop.